Gaya akalarimizga respekt, o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman, qo'lim ko'ksimda. Nimaga desanglar, kecha ayolim bolalarimni o'qishga olib borayotgan ekan. Yangi O'zbekiston tomonidan o'tayotgan ekan. Dodani uyi shu yoqda, qanaqadir doda o'tish kerak bo'lgan ekan, prezidentimiz o'tish kerak bo'lgan ekan. Probka bo'lib ketgan. Chaqalog'imiz bor, keyin chaqalog'imiz yig'lab ketgan. Oynalar ochiq turgan. Endi har 10 metrda gvardiya xodimi, gaya xodimlar bo'ladi. Buni ko'rib qopti-da. Rahmi kelganda mashinalarni polni ikki yoqqa qarab oldirib, katta probkani ikki yoqqa oldirib, ayolimni to'g'ri o'tkazib yorib, chiqarib olgan xullas probkadan. Yo'lda ochib berib yubordi ayolimni o'ziga. Alloh rozi bo'lsin, juda xursand bo'ldim. Bugun ertalab kelsam, shunaqa xabar aytdi. Ayolim xursand. Sizlardan minnatdormiz bizlar, respekt sizlarga. Xudo kuch-quvvat bersin. Allohim sizlar bizlarni mana shunaqa e'zozlaringlar. Alloh sizlarni e'zozlasin akalar. Martabanglar ulug' bo'lsin. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. Juda xursand bo'ldim. Respekt sizlarga. Imni gaya akalarimizga, mana shu gvardiya xodimlariga o'z minnatdorchiligimni qo'lim ko'ksimda bildirib qo'ymoqchiman. Rahmat, salomat bo'linglar.